Benim ismim Adam. Yetler padişahlığının şahzadesi. Bu yerde sırlık Galiskar kalesi var. Bu yolvas benim en yaxşı dostum. Mende sırlık güç kuvvet var. Lazım bolğanda şemşirimni çıkırıp qattiq to'layman. Bu çağda yolvas eriş yolusu aydınıdır. Ben Hiymenge, alemdeki en kudretli ademge aydınıdır. Benim özgür sırımni dostum şadutları son sırız. Yasama o, benimki. Ve o üç kişini bilir. Biz birlikte rezillik menbiyi İlan Ta Kalesi'ni kayıt almasına bile köreş kılınır. Yaxshi bo'ldi, Oko. Haqiqatan yaxshi bo'ldi. Mening sen hil ilgirlabsan, Oko. Senin seviyen burunqinimdan ko'p eshitdim. Men bundan baxusham. Oho, sen hozir o'zingni xilili tutib ololmaydigan bo'psan. Bu haqiqiy o'zgarish. Men dedim, o'zgarish? Men burunqi o'xshashlar. Sen azalda bunda maqtab bakmagan. Hech qaysimiz o'zgarmadik. Havo o'zgardi. Men yaqinlaydigan o ko'z qarashni unutib qoldim, pistek. Odam degan o'zgaradi. Men shahzodani xatolashdi deyishdan o'ng'aysizman. Lekin odam ilm yaxshi xatoligini ig'ir emas. Insonning mohiyatidan ilib aytganda, yaxshi odamlar hamon yaxshi bo'ldi, eski odamlar hamon eski bo'ldi. Sen xatolashding, mutlaq xatolashding, Shibiling. Yo'q, hozir o'zgartirishga ulgurmiz. Men qilib qo'ydim, Gogin. Sen diyorus orildagi barliq go'zal narsalarni yo'qot deb buyruq qilyapsan. Bu kishilarning nazaridan tushib qolgan ish men endi hargiz qilmayman. Sen nima deyapsan? Mening deginim bo'yicha qil. Bu orolda men buyruq tushiraman. Yo'q, endi apsin o'qib kelkun keltirmayman. Hargizni qo'polmoq bo'lmayman. Men asli bir yaxshi ayol sehrga etdim. Lekin mening ahmoqligimdan sen meni eski bir odam qilib qo'yding. Sen yana bir yaxshi sehrga, ham yaxshi, ham eski. O'ylab baq, men sana yordam qilib dandin shohni og'dirdim. Sen onun bilan bir zindonga solinsan. Lekin men sendan qo'rqmayman, Gogin. Ko'rib baqaylik qani. Sen sehrini düşman işle. Sen düşman. Senin cinayi hükümranlığının emdi kögüm yok. Muhafazetçi. Onu tendi şah bilen bir zindan solanla. Eğer iyilik şahka işin ağırsa, onunla bir zindanda tut. Nima? Onun Gogin özünün cinayi şiirgini solap koydu iken de. Dost emas. Tendin şah. Senin düşman emasligini emdi bildim. Biraz kechikding Shibiling. Hozir ikkilimizni Goginning tutqini. Balkim kechikmagandimiz. Mening sehrim bizni zindondan qutuldirib qola oladi. Lekin men nega bormi? Kim bizga yordam bera oladi? Agar sen rostli jinoyatingni yuvib yaxshi odam bo'ladigan bo'lsang Shibiling, Landershoh va Xiyman bizni qutuldiradi. To'g'ri, men itmirg'i berishim kerak. Men cho'qim burunqi jinoyatimni yuyayotganligimni ularga isbotlab berishim kerak. Bu mushkul. Seni kechirishga tegishli joylar bakki. Men buningga tirishman. Men seni erkinlik erishtirishni orzu qilaman. Men buni burulib kutgandim. Men yana biroz saqlab turay. Ular balki sana ishinib qolar. Endi mang'in. Tez bo'l. Men yana kelaman. Shoh, sening shoh taxtida o'ltirganini ko'rishni orzu qilaman. Qaranglar, men odam o'zgarmaydi degandim-ku. U yana kechikdi. Kechiringlar, uxlab qopdim. Bugun ayol sehrgar Shibilingdan bir xabar oldim. Shibiling uni qilmoqchikan. Goginni mag'lub qilishga yordam qilishni iltimos qilib ketdi. U jinoiy qilmishni yuvib yaxshi odam bo'lmoqchikan. O'zgaribdimi? Shibiling burun etnirdagi eng qabih ablaqdi. Lekin u hozir yordam talab qilgan ekan, qandoq mirat qilgani bo'lsin? Oson ish-ku. Yo'q desam bo'ldi. U bir eski narsa. Men anlagan. U bir qushni uzun tutib belajamga aylantirib etgan. Qaliskordagi shogirdlar esa ularni asli keltirgan. Oko,
Biz har qanday kishining yerdan talab qilishni rad qilmaymiz. Men uni taklif qilib qo'ydim. Uni oliy mehmon qatorida kutib olaydi. Uning menga bergan ta'siri yaxshi emas. Əzilmə əpstek. Sən belikə oxşaş yaxşı bo'lib ketdin. Bo'libmi putuva belik. Qadrli padişah, sizlarning meni qabul qilganingizga rahmat. Sizlar mendek burunqi dushmaninglarga kengchilik qildinglar, ishondinglar. Bütün alemning tinchlig'i va ittifoqligi bizning maqsadimiz. Buni oldi bilan etniridan boshlaymiz. Sen bu yerda qarshi elinsan. Menimcha uningga osonlashishib bo'lmaydi. Tandin shahning xalqi uni hurmatlaydi. Lekin Gogin uning xalqini qul qilib oldi. Men Goginga yordamlashdim. Bu mening xatoligim. Qulluq tuzum to'limi qadi. To'g'ri gap. Men o'zimni o'zgartdim. Tandin shahti hayot. Lekin u Goginning tutquni. Biz birlikda uni qutqiza olamiz. Biz uni qutqizamiz. Qaraganda biz o'z ishimizni qilmasaqmi bo'g'rak. Uning xato ishini qilmasligimizni umid qilaman. Xato bo'lsin kerak yo'q. Seni bu yerga taklif qilishim aybiling. Sening qobiliyatingni hech kishi selish to'g'ri bo'lmaydi. Rahmat sana Gogin. Sen to'limi baxsizkansan. Shibilingning xoinlik qilib dushmanga aylanib ketishini kim o'ylasin? Uning zodi nimalarni qilayotganini bir ko'raylik. Qanday qilib Shibilingni yanada askarlaqtab ularni shandiralaymiz? Bu to'lamasan, qara. O kichik narsa uning ishonmaydi. Men bir uchar ejderha o'yini bilanla unimimni kuchaytiraman. To'g'ri. Men kichik ejderhalarni yaxshi ko'raman. Shibilim. Oh, men sizlarning sodiq chaqringlar. O iliq ajdahani qafasga solib qo'ydi. Men sizlarga aytib qo'yay, u ajdahaning kelishini biladi. Bu uning qiliqi. Bizning bu yerda qandaqmi ajdaha bo'lsin? Men misol aytib qo'yay. Men boya tekshirdim. Xanjamat hayvonotlar bog'chisidan bir ajdaha chiqib ketibdi. Agar bugun Shibiling bo'lmagan bo'lsa, nima ishlar bo'lib ketadi-kin? Ha, pistek. Ehtimol sen xato so'zlab qo'ygansan. Yo'q. Men bu ishni yana o'qigan deb qarayman. Şunu atmalıqını oynab ko'ringlar. Cho'qim Shibiling. Men muhofizat qo'shnim qarab kelay. Endi biz so'sisni yo'qlab kelaylik. Men Shibilingni qistay. Shibiling bir iqtidorli sehriga. Men uni dushman emas, do'st deb qarayman. Nima, u do'stmi? O hozir Goginning dushmani. Uning kuchidan foydalansak, Goginni cho'qim mag'lub qila olamiz. Biz uning ishonishimiz kerak. Biz uningga o'zini oqlash fursati berishimiz kerak. Yaxshi yomon ko'rsatadigan aldamchilarni ehtiyot qilishimiz kerak. Biz Shibilingga fursat beraylik. Ben bunda Boran çapının zabını görüp bakmıram. Geldi. Meyrepten oku, bana geldi. Ağaçlar atakıldı. Çıkın o
yerge neymiş ki geldim? Şibe'yle kalmış tağım. Bugün o kalbim kırıştı vurup yapacaktı. Hiç yok Oko. Yağmurma toxtadı. Xuddi sehr qilgandek bu qor yomg'irning kelishimi tez, ketishimi tez bo'ldi. Şibe'yle kılgan. Çokum şu kılgan. Ben sihirgen. Sihirlerini sezip alalayman. Hadi sihirlerini. Lekin sening pakiting yo'q, Oko. Bırak o kelgende bu yapılmat kaşlarını ölmüşsün siz mi kırvatsız mı? Oh, menimcha bu uning sehrida aqlidir. Lekin sening pakiting yo'q. Pakitga ega bo'lishdan ilgari cho'qim barliq kuchimiz bilan teshikni qo'g'dishimiz kerak. Senin his kılgının toğra Oko. Yüz beriyotgan hamma iş sehrning işi. Biroq mening sehrim emas. Ondan kimle? Bilmayman, lekin bu sehrlan diyarsiz arıldan kelyapti deb his qilaman. Sizlar darhol Shibeling bilan Diyaris orlig'i berib, zolim podshoh Goginning hukmronligini og'dirib, Dandun shohining o'rnini asliga keltiringlar. Fuqarolarning kutgan kuni kelib, Diyaris aralida bayram bo'ladigan bo'ldi. Senin tedbirin yaman emasken Eyviling. Şunda biz Şibe'yle özümüzü bir titipli kalmazdan Heymenimi mağlup kılışımız gerek. Çokum Şibe'yle affı soraşık mecbur kılma. Sizler bilen birlik herhangi bir pişemen kılıvatımın. Diye ben korkunçluk ya. Bana erişmeyinler. Bu mening maxfiy sehrimga tutishadigan ishik. Meningcha sening maxfiy sehring maxfiy bo'lmay qoldi. Kerak yo'q. Hozir eng muhimi Dandun shohni qutqizib, Qabih Goginning hukmronligini og'dirib tashlash. Bu yer Dandun bazından tutuşudu. Bu yerde çokum kırtakma. Ben sezdim. Astrak Oko. Teviş çıqamanlar, Gundupaylarning quliga ishitdik. Menimden esir aramanlar. Menim kutum yertirmeydi. Bırak hala. Dandun shoh oldimizdilar. Ana, onu sulugan zindan. Bu yerden mürekkepke. Tezdan tayyorlik qil, Oko. O bu yerda ekan, Gundupaymi yo'q ekan. Asma. Shibeling, sening qaytib kelishingni umid qilgandim. Xiymanni boshlab kelsam, men qutulib chiqaman deb o'ylamagandim. Seni qutuldirish uchun Shibeling bizni boshlab keldi. Biz Goginni qo'g'lab chiqarib, Diyaris aralini ozod qilmoqchimiz. Ondan sening shohlik o'rningni asliga keltiramiz. Burunqiga o'xshash. Bu bir kırtak. Ben burulu diyendim. Kelganligingni qarshilaymiz Shibeling. Xizmatimning yerimni urildim. Yaxshi, bizning planimiz o'xshash. Qaraganda Oko'ning aytgan to'g'ri o'xshaydi. Shibeling bizni aldabdi. Shibeling, ular nima deyapti? Men sizlarga sodiq, sizlarni aldimidim. Gogin yolg'on aytyapti. O aramızda bölgünçilik sanmoqchi. Sizlarning onunga osonla ishinib ketmaydiganliginglarni bilaman. Men burungi xatoligimni tuzatishni o'ylayman. Gogin, men seni og'dirib, haqiqiy podshohni asliga keltirgil keldim. Hey, men tahdid chiramsan, yaxshi. Biroq men do'stlarim bilan zindonda o'tib ketishingdan ansirayman. Chunki men yana seninki yordamingga muhtoj emas. To'g'rimi, Eyviling? To'g'ri. Şibe'yle Heymen ikki İngilizce qilib ko'mishni chiqarib qo'yamdi. Eyviling, barliq sehrlar aniq bo'ldi. Men ishonishim kerak Heymen. Bularning hammasini ular qilgan. Ular seni men ishonmaydigan qilmoqchi. Mening yana fursatning borligini ular o'ylamagan. Sana ishonima. Ular xatolashdi. Bizni xatoligini tuzatish fursati bermaydi deb o'yladik. Ular yana xatolashdi. İki İngilizce sehrlilikdagi ishi, shundaqmi?
Canınla merhamet. Kaçmıyor birader. Ben onu salmı taşlap tutu alay değil mi? Yaxşı çare. Handa. Bu bağımlık kaldı da. Rahmet Şibeli. Hizmetingi tayyamen. Rahmet aka. Hizmetingi tayyamen. Hem de Gogin'i tapaylı. Bu yaktın beni Allah. Tizrek evrim. Biraz sihir işler. O ağzını bu yere yitip geledi o. Ula o ışıkta мәңгі ötenmeydi. Menin sehrim olan tosu olalaydı. Abla lekin sen benim muhabbetçilerimden sırtı kaldırıp koydun. Sen bekle ötkensen. Ben bir yerde tursam muhabbetçinin mimik vergi var. Başkala aldı ışıkta. Lekin ben yenil akışıktım alsam için. Muhabbetçi. Hem de ben Gogin'i tutma. Men şundan asan emas. Sarıp tutmakan bastığın su yüzüşünün bilişi gerek. Hemen. Tez çık. Seni panda kusurganlığını görüp dur. Gogin, neyge kaçmakçısın? Hem de kaçıp kutulanmaysa. Senin sehrin meninki yetmedi Şibeli. Niyetingden yan, hocayının Gogin'ine kayt. Hocayınım Gogin emes, sen tehim emes. Ondaqdı meni ayımı dedi mi? Ben burulsunun sehrinden korkan eybilim. Lekin emdi korkmayma. Çünkü benim keynimde kudretlik adalet var. Ondaqdı biz körüp bakaylı. Şibeli, biz emdi uğraşmaylı. Biz ezelden yaxşı dostlar dinledik ko. Unutup kaldın mı? Ben kurup kaynanıp ketişki razı ki, senin bilen dost buluşki razı emes. Boludur Şibelim. Ondaq bolsa ixtiyar özəmdə. Sizlerinin işigini puxta emeske. Ayvilin tezroq sihir işler. Hareketni başlayman, lekin sen üçün emas. Biz yaxshiroq so'zlasak bo'lamdi. Gogin cinayetiga loyiq natijaga erishdi. Diyaris arili endi shodlik yesh to'kidi. Qiymat va sizlarga rahmat. Bo'libmi sana Şibelim. Sening burunqi qilganlaringni afo qilaman. Sening biz bilan birlikda kelgusini kutib berishingni qarshi olaman. Yeni dostlarımdan yardım bulmagan bolsa, her qancha qilsam g'alabaga erishamagan bo'lardim. Oku, seni yeni dostlarımdan bir deb hesaplasam qo'shilamsa. Qo'shilma. Ko'rdingmi Oko? Dunyodagi barliq kishilar o'zgaradi. Biz davamlıq kən uzaq bo'lib, ular xatoligini tuzadigan fursat berishimiz kerak. Elbette, ben daim aytgandek, adam o'zgardi. To'g'ri aytding. Ba'zilar meni ishlatgan sehrimni ko'rmoqchi edi bu. Meningcha sen o'zingni g'oyib qiladigan sehrni ko'rsatib boq.
Ba'zida mening iqtidorimga qiziqadigan odam yo'qdek his qilaman. Keyin ko'rishaylik, og'ayni. Keyin ko'rishaylik bizlar. Sizlar bugungi hikoyada ko'rganinglardek odam o'zgaradi. To'g'ri aytding deyla. Shibeling aslida bir intayin eski serigirdi. Biroq uningda o'zini o'zgartib yaxshi odam bo'lish iqtidori bor. Seningda o'zing yoqtirmaydigan ba'zi narsalar bo'ladi. Masalan, nachar illatlar. Aldirab tuz demayman dema. Faqat sen haqiqiy xohlasanglar, yomon odatlaringni o'zgartira olasan. O'zgartira olmaydigan irodaga kelish o'zni o'zgartirishning birinchi qadami.